16 xat ekan. Risalatu da'vatin g'oyru rasmiyatin. Risalatu da'va g'oyru rasmiya. Norasmiy taklif xati yoki norasmiy taklifnoma. Marhaban ya Sarra. Salom ey Sora. Atamanna an takuni bi khayrin va fi ahsani halin. Atamanna an takuni bi khayrin va fi ahsani halin. Bi khayr, yaxshi va yaxshi holatda. Yaxshilikda va yaxshi holatda ekaningni umid qilaman yoki yaxshilikda va yaxshi holatda bo'lishingni tilab qolaman. Uhibbu an ad'uki ila haflatin saghiratin sa'uqimuha fi manzili yawmal jum'atil qadimi masa'an. Va atamanna an tahduri litushariki al-faraha va ad-dahika ma'ana. أحب أن أدعوك إلى حفلة صغيرة سأقيمها في منزلي يوم الجمعة القادم مساء. شنو birinchi qilamiz? Fe'l bilan boshlangan uchun oxiridan kelaveramiz. يوم الجمعة القادم مساء. Kelasi juma kuni kechqurun fi manzili uyimda sauqimuha men o'tkazadigan yoki tashkillashtiradigan sag'ira, hafla sag'ira, kichkina bazmga seni taklif qilishni xohlayman deyapti. Seni taklif qilmoqchiman deyapti. Va atamanna an tahduri litushariki al-faraha va ad-dahika ma'ana. Va biz bilan birga kulgu va xursandchilikka sherik bo'lish uchun kelishingni tilayman deyapti. Satakunu munasibatan g'ayra rasmiyatan basitatan va mumti'atan faqat tajma'u bayna al-asdiqa'i wal ahibbati linaqdiya vaqtan jamilan ba'idan an dughutil hayat. Faqatgacha qilsak ham bo'ladi. Mumtia, ajoyib, basito, oddiy, norasmiy, munasiba, marosim desa ham bo'ladi. Tadbir desa ham bo'ladi. Norasmiy tadbir bo'ladi deyapti. Faqatgina oxiridan kelsak bo'ladi ekan, fe'l kelib qolibdi. Faqatgina hayot bosimlaridan uzoqda bo'lgan chiroyli vaqt hayot bosimlaridan uzoqda chiroyli vaqt o'tkazishimiz uchun seviklilar, sevgan odam, suyuklilar va do'stlar orasini jamlaydigan yoki suyuklilar va do'stlarnigina jamlaydigan. Biz oxiridan kelsak yaxshi ekan. Demak, oxiridan ketaveramiz ekan. Hayot bosimlaridan uzoqda chiroyli vaqt o'tkazishimiz uchun faqatgina suyuklilar va do'stlar orasini jamlaydigan ajoyib, oddiy, norasmiy tadbir bo'ladi deyapti. Sa'ujahhizu ba'dal at'imati wal mashrubati allazizati. وهناك أيضا بعض الألعاب المسلية التي ستضيف جوا من المرح. سأجهز بعض الأطعمة والمشروبات اللذيذة. شنو birinchi aytamiz ekan? Bir qancha shirin ichimliklar va yeguliklarni tayyorlayman. Saujahiz. Ichimliklar va yeguliklar tayyorlayman va yana
minal oxiridan ketaveramiz. Quvnoqlik muhitini qo'shadigan, quvnoqlik muhitini qo'shadigan ko'ngil ochar ba'zi o'yinlar ham bo'ladi deyapti. Ko'ngil ochar ba'zi o'yinlar ham bo'ladi deyapti. La tahtajina li ihdari shay'in siva ibtisamatiki va ruhikil marihati debdi. Oxiridan kelaveramiz. Quvnoq ruhing va tabassumingdan boshqa hech narsa olib kelishga muhtoj emassan deyapti. Hech narsani olib kelishing shart emas. Hech narsa olib kelishga muhtoj emassan. Atatalla'u kathiran li ru'yatiki ba'da hadhihi al-fatrati at-tawilati. Faqad ishtaqtu li hadithiki va dahkatiki. Fa'gacha bitta qo'ysak bo'ladi. Bu uzoq vaqtdan keyin seni ko'rishni ko'p insonlik bilan kutib qolaman va tahqiq men sening gaplaring, sen bilan gaplashish va kulgularingni sog'indim. Sog'indim. فإذا كنت تريدين أن تصطحبي صديقة أو اثنتين فلا بأس فكلما كثرنا كان الحفل أجمل. فإذا كنت تريدين أن تصطحبي صديقة أو اثنتين فلا بأس bitta sodiqatan, bitta yoki ikkita dugonangni antastohibi o'zingga sherik qilishni xohlasang va idza kunti turidina, agar xohlasang deyapti, antastohibi sherik qilishni sodiqatan, bitta dugona av isnat yoki ikkitani. Demak, bitta yoki ikkita dugonangni o'zingga sherik qilishni xohlasang fala bas, ziyoni yo'q deyapti. Xohlasang olib kelaver bitta yoki ikkita dugonangni ham deyapti. Fakullama kasurona kanal haflu ajmal. Qanchalik kasurona biz ko'p bo'lsak, kanal haflu ajmal. Bu ziyofat shunchalik chiroyliroq bo'ladi deyapti. Arju an tuakkidi li huduraki fi aqrabi vaqtin hatta atamakkana min at-tahdiri jayyidan debdi. Oxiridan ketamiz. Jayyidan yaxshilab tayyorlanish imkoniga atamakkana ega bo'lishim hatta uchun yaxshilab tayyorlanish imkoniga ega bo'lishim uchun fi aqrobi vaqtin eng yaqin vaqt ichida kelishingni menga ta'kidlab qo'yishingni umid qilib so'rayman deyapti. Ya'ni boraman deb aytib qo'ygan, kelolmasang deyapti-da. Chunki men shunga qarab tayyorgarlik ko'raman deyapti. Bintizoriki bifar